Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va mehmonlarimiz. Mana bugun sizlarga 4 fazli generatorni, 3 fazli generatorni 220 ga ishlaydigan, ya'ni o'zimizning rozetkaga ishlaydigan qilishni yo'lini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni sxemasini. 3 fazli generatorlar ikki xil ulash sxemasiga ega. Bittasi ko'p, bu endi asosiy ikkita. Bittasi treугольник deyiladi, bittasi zvezda deyiladi. Zvezdaga ulab, bu 3 fazaga ulanadi. 3 fazaga qo'shmoqchi bo'lsangiz, faqat zvezdaga ulab qo'shasiz. Bizga agar rozetkaga kerak bo'ladigan bo'lsa, buning uchun biz treугольникka ulaymiz. Mana ushbu hozir ulangan holat treугольник deyiladi. Misol 1, 2, 3 bo'lsa, bularni hammasini oxiri kelib, yana qaytadan o'zlariga ulanadi. Ya'ni misol 1, 2, 3 bo'lsa, bunga 5, bunga 6, bunga 4 ulanadi. Ya'ni bitta tashlab keyingisiga ulanadi. Rozetkaga ishlaydigan qilish uchun bizga kerak bo'lgan narsa bu kondensator. Bu kondensatorlar Rossiyskiy Soyuz imperiyasini nimasi kondensatorlari. Ya'ni bizga рабочий kondensator bizga agar 1 kilovat bo'ladigan bo'lsa, 100 mikrofarad qo'yish kerak. Sal undan pastroq qo'ysam bo'ladi. Пусковой kondensator bo'lsa, barobar kattasi qo'yish kerak. Misol 100 lik рабочий kondensator bo'lsa, 200 lik пусковой kondensator qo'yiladi. Mana sizlarga hozir bir narsani buni nimasiz ham ishlatish mumkin. Kondensator bilan, kondensatorsiz. Misol rozetkani bir uchini bittasiga ulaymiz. Bunisini xohlaganimizga ulaymiz. Birinchisi yoki ikkinchisiga. Misol uchun ikkinchisiga uladik. Mana rozetkamiz. Qo'shamiz o'zi. Ko'rasizmi? Bu tarafga endi boshqa tarafga aylanib ketdi. Endi yana bu tarafga aylanyapti. Bu aniq bir sxemaga, bir yo'nalishga aylanmaydi. Buning uchun rozetkaga tiqamizda bir aylantirib yuboramiz, shu bilan aylanib ketadi o'sha tarafga. Ulangan joyini tozalanib ketadi. Mana. Endi buni chappasiga aylantiramiz. Buning uchun bu tarafga aylantirib, bir qo'shib yuboramiz. Bo'ldi. Mana endi teskari tarafga ham aylandi. Faqat bir tarafga aylantirish uchun bizga kerak bo'lgan narsa kondensator mana. Buning uchun biz mana ko'rib turganimizdek rozetkamiz birinchi, ikkinchiga ulangan. Endi kondensator qanday ulanadi? Ikkita simi bor. Buni 3-chi, hech narsa ulanmagan narsaga ulaymiz. Simimizga. Qo'shdik. Endi 3-chisini-chi. Endi bunisini xohlaganimizga ulaymiz. Faqat o'ziga emas. Birinchi, ikkinchiga rozetka ulangan simimizga bittasiga ulaymiz. Misol uchun birga ulaymiz. Ulandik. Endi ishlatib ko'ramiz. Bismillah. Ko'rabsizlar? Shu tarafga aylandi. Ko'rasizlar, yana shu tarafga aylanyapti. Faqat shu tarafga aylanyapti. Buni xohlasak ham buni bu tarafga aylantiramiz.
Görüyorsunuz, sразу наоборот oldu. Sразу bu tarafga aylandi. Bu kondensator qo'ymadi, faqat bir yo'nalishga olib yuradi magnitlarni, magnitli polisni. Xo'sh, endi bizga u taraf, boshqa tarafga teskariga aylantirish uchun buni olamiz, hozir ulangan simimizni bunisiga ulaymiz. Xo'sh, mana ulandik. Endi ko'ramiz. Ichki fermasi unchalik ahkam emas. Ko'rasizlar, teskari tarafga aylandi. Ko'rdingizlar, naborotga aylandi. Mana biz nima 3 fazali generatorni ishlatish yo'li shu. Va yana boshqa yo'llari ham bor. Eng kerakli, eng populyarni, eng nimalar yo'l shu. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'lasizlar, Allohga omonat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar.